taajjub. Ko'z o'ngingda bo'lib turgan narsalarni ko'p ham payqamaysan kishi. Vaqtiki kelib payqaganingda ham xuddi azaldan bordek tuyuladi. Esingizda bormi yo'qmi bilmadim. Mana shu siz ko'rib turgan joylar egri-bugri tor ko'chalar, qaldirg'och uya singari devorlar, past baland katalak uylardan iborat edi. Bunaqa mahallalar hali ham bitta yarimta topilib qoladi. Lekin borlari ham mana shu azamat qurilishlar oldida bamisoli daryo ustida qalqib yurgan xasdek hayotdan chetlanmoqda. Qorong'u ko'chalar nurga to'lib, jin ko'chalar yo'qolib, sayrgohlar, kishini o'ziga tortadigan xiyobonlar, gulzorlar, hashamatli, ko'p qavatli so'lim binolar qad ko'tarmoqda. Xullas, shahrimizning qayeriga bormang, hammaning og'zida shu. Har bir mahallada duv-duv gap. Ana shunday bunyodkorlik ishlari tinch va osoyishta hayotimizning ramzi aslida. O'zbek uchun vatanni obod qilishdan ko'ra xayrli maqsad yo'q. Biz ham ushbu bunyodkorlik ishlariga oz bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shish maqsadida xonadon loyihasiga start berish arafasidamiz. Ishonamizki, siz ham bizga masofalardan turib xayrixohsiz. Sizni xonadonimizda ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Bu qosh ko'zlari qora qizning ismi Nazokat. Azim Buxoroning jaydari va shaddod qizlaridan. Barcha qizlar sumkasida upa-ilik ko'tarib yursa, bu bir katta jamoaning mas'uliyatini olib yuradi. Yosh bo'lsa-da bir guruhning yetakchisi. Allo Sarvi, yaxshimisan? Bilasan, bugun xonadonga borishimiz kerak. Nima? Hali ham uxlab yotibsanmi? Voy, bo'l, tezroq tezlash. Yana har doimdek 1 soat makiyaj qilib o'tirmagin. Kech qolamiz. Bu esa Sarvinoz, Toshkentning eng yaxshi bo'yoqchilaridan. Faqat pardoz andozni ko'p qilganidan doim kech qolib yuradi. U faqat ikki narsani sevadi: o'zini va oynadagi aksini. Voy, bo'l, Sarvinoz, tezroq tezlash. Bu chiroyli qizning ismi Nodira. Qo'li gul bo'yoqchi. Odamlardan va hatto o'zidan ko'ra ko'proq bolalar bilan yaxshi chiqishadi. Chunki uning qalbi ham hanuz bolaligicha qolmoqda. O'zi bilan ovoz chiqarib gaplashishini, o'zi bilan ba'zan janjallashib ketishini hisobga olmasa, ruhan sog'lom. Har holda psixologlar shunaqa deyishgan. Bu yigitlar esa Shahzod va Fazliddin. Aristotel va Aleksandr Makedonskiydan keyingi fikri bir joydan chiqmaydigan tarixdagi ikkinchi ustoz shogirdlardan. Shahzod juda mas'uliyatli, o'z ishiga bor vujudi bilan yondoshsa, Fazliddin biroz xayolparast va qizlarga suyagi yo'q havaskor oshiqlardan. Ular elektr tokining musbat va manfiy tomonlariga o'xshaydi. Ular bir joyda jamlansa, albatta qisqa tutashuv, zamikaniya bo'ladi. Yeminglar qani? Mana. Chiqinglar unda tezroq. Assalomu alaykum, bizni hayajonda tomosha qilib o'tirgan aziz teletomoshabinlar. Biz jamoamiz bilan birgalikda lokatsiyamizga yetib keldik. Ana endi asta-sekinlik bilan xonadonimizga yo'l olamiz. Hayotimdan ham hech nolmayman. Xudoga ming qatla shukr qilaman. Hayotning 15 qorong'usi, 15 yorug' kunlar oldinda ekan hali.
bolalarining oldida ham ko'z yoshlarini to'kishga, bir joyga boraman desa yo'q, uni yetmaydi, nima qilmaydi deymanda, o'zim kiymasam ham, ishmasam, mayli, borib kelaver, iloji bo'ladi, hamma narsaning, o'limdan boshqasining iloji bor. Xudo xolasa, qaniki biz ham rahmat qildirsa, bolalar shu kichkina qizim qalamdor ushkada rasm chizadi, shokoladni bo'yaydi. Shunaqa edi uyimiz. Endi bola bo'lsang shu qilib qo'ydi. Shu. qo'ydi. Aka bizda naql bor-ku, bolali bozor, bolasi mazar deydi-ku. Uyda remont qildirishga bar yo'g'imni sarflasam, bular davolana olmay qolardi-da, yashiradigani yo'q. To'g'risi, hariga ukol qilishga, nima qilishga chiqaman-ku, shunda havas qilardim. Hasad qilib emas, havas qilib yasha degan to'g'ri ekan deb shu narsalarga amin bo'ldim. Men ham g'oyam shu xalqqa xizmat qilish, vatanni qo'llash edi. Mening bu birinchi burchim. Men xo'jayinim mazasi bo'lmay qoldi. 2 yil bo'ladi mana. Kechki payt ishdan yaxshi kelib, ertalab birdan uyg'onmay qolsa, shu yoshimga kelib mana 17 yosh o'g'limni berib qo'yganman. Hashar bo'layotgan ekan. Gospitalning ishida ashilib turgan latokning ishiga tushib ketibdi. Qo'limda o'ynab ketgan o'g'lim shunaqa holatni ko'rib Men hayotim davomida hali bunaqa tasodifga duch kelmagan edim. Qanday deysizmi? Xonadon raqami 17 ekan. 17 soni bu o'zgarishlar belgisidir. Bugun biz sizlar bilan esa esda qolarli o'zgarishlarga guvoh bo'lamiz. Assalomu alaykum Elmira opa, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat, rahmat. Ishlar bilan kiring. Biz xonadon loyihasidan tashrif buyurdik. Siz xonadon loyihasidan voucher yutib oldingiz. Biz bu bilan sizni tabriklaymiz. Rosa xursandman, rahmat. Alloh rozi bo'lsin, ishlaringizga omad bersin. Hayajonlanib ketdim shunday xursandchilikdan. Xo'p, unda Elmira opa, o'zgarishlarga tayyormisiz? Ha, tayyormiz. Unda biz loyihamizni boshladik. Xonadonimiz 3 xonadan iborat. Ishtirokchimiz bilan suhbatlashganimizda u kishi ko'proq oshxona ta'mirlanishini xohladilar. Chunki ayollarning ko'p vaqtlari oshxonada o'tadi. Shuning uchun u kishi oshxonani yangicha ta'mirlangan qiyofada ko'rishni xohladilar. Biz bonus sifatida yuvinish xonasini ham ta'mirlashga qaror qildik. Unda jamoat tayyor bo'lsa, biz ishni xonalarni bo'shatishdan boshlaymiz. Bizning qo'li-gul, maqsadi pul bo'lgan usta va ustazodalarimiz xonadonni yig'ishtirib bo'lishgach, eski ta'mirni buzish ishlariga kirishib ketishdi. Albatta, har bir ishda bo'lgani kabi, eski ta'mirni buzishning ham o'z madaniyati va qonuniyatlari bor. Misol uchun, ko'p qavatli uylarda ertalab soat 9 dan kech soat 6 gacha ishlash o'zbekona odobning bir bo'lagiga aylangan. Chunki shovqin chiqaruvchi qurilmalarni ishlatganingizda qo'shnilarni bezovta qilishlik madaniyatsizlik deya baholanishi aniq. Shuning uchun kunduz kunlari shovqinli, kunning ikkinchi yarmida ortiqcha ovoz chiqarmaydigan ishlarni qilganingiz maqsadga muvofiqdir. Assalomu alaykum, Shahzoda aka, qalaysiz? Charchamadingizmi? Rahmat va alaykum assalom. O'zingiz qalaysiz? Rahmat, xormang. Nimalar qilyapsiz? Nima jarayonlar bo'lyapti bu xonada? Yuvinish xonamizni buzish jarayonlari deyarli tugadi. Oshxonamizni ham deyarli buzish jarayonlarimiz tugadi. Endi dizaynerimiz bergan eskizlarga binoan ta'mirlash ishlarini davom ettiramiz.
Zo'r, yaxshi. Qani Fazliddin? Voy, Fazliddin hozir shu yoq deydi. Fazliddin. Yedi seni bu muhabbat. Nima qilyapsan? Hamkorlar bilan gaplashyapman. Bilaman, seni hamkorlaring qanaqaligini. Qopjoni keyin qo'y. Fazliddin, kunni bo'yi nima qildingiz o'zi? O'zi hamma ishni men qilgan bo'lsam, musorni men to'kkan bo'lsam, ovqatni ham men qilib yotibman. Kafelarni men ko'chirdim. Kirlarni ham men yuvaman o'zi. Xohlasanglar dizaynerlikni ham o'zim qilib qo'yaveraman. Aha, bilamiz sizni qanaqa dizaynerlik qilishingizni. Undan ko'ra sohaning mutaxassisi keladi. Navbatni dizaynerga beramiz. Xonamizni bo'shatib oldik. Bir qaraganda hozir xonamiz o'zidan salbiy energiya tarqatyapti. Bo'shab, huvillab qolgan xonani tezlik bilan ta'mirlamasak, biz qatori sizning ham kayfiyatingizga aks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz esa bu xonani o'z ishining ustalariga, mo'jiza yaratadigan qo'llarga topshiramiz. Qurilish sohasida uzoq yillik tajribaga ega, 2 karra Osiyo, 3 karra jahon chempioni, WWS kamari sohibi Elyor akani ringga chorlab qolamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alloh darajada. Loyihamiz tartibiga binoan xonadonimizdagi bir xonani biz ta'mirlab berishimiz kerak edi. Biz esa bonus sifatida yuvinish xonalarini ham ta'mirlab beramiz. Buning uchun bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin deydigan hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Keling endi suhbatimizni davom ettiramiz. Siz o'zingiz sevgan ishni qilasiz, meni esa faqat qo'limdan ikkita ish keladi: tuxum qovurish va sizga savol berish. Elyor aka, bugungi kunda qanday ta'mirlash uslublari urfda? Avvalambor yorqin ranglardan va zamonaviy uslublarni olgan holatda neoklassika yoki klassik bo'lishi mumkin yoki modern. Ayollarimiz yorqinlikni va oshxonaga kirganda yorqin ranglar, joyimiz keng bo'lishini xohlashadi. Shundan kelib holatda neoklassik uslubni tanlaganmiz. Asosan xonamizning o'lchamlari 5 metr, 5 ga 370 ekan. Balandligi 3 metrdan ziyod. Pol qismini kul rang ishlatamiz. Kul rangdan bo'lgan sababi atmosferamiz, ya'ni chang ko'taruvchi rang bo'lgani uchun. Qolgan ishlarni xonadon egasi bilan suhbatlashgandan so'ng jarayonda kuzatib borishimiz mumkin. Xonamizdagi kiraverish hol qismiga qanday o'zgartirishlar kiritiladi? Xonamizning kiravish hol qismiga eshik va pol patologik qismlariga kosmetik ta'mirlanish ishlov jihozlari beriladi. Keyingi xonamiz yuvinish xonasi bo'lib, yuvinish xonamizdagi eski jihozlar olib tashlangan, o'rniga yangi zamonaviy jihozlar o'rnatiladi. Assalomu alaykum Umar aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom, Nazokat. Hayot savdoiga xush kelibsizlar. Tanlovdan adashmaganligingizdan xursandmiz. Rahmat. Biz xonadon loyihasi uchun qurilishga kerak bo'ladigan mahsulotlarni olishga Hayot savdo uyiga tashrif buyurdik. Sababi, ushbu sohada ancha tajribaga ega bo'lgan insonlar aynan shu yerdan sifatli mahsulotlarni topa olishimizni aytishdi. Haqiqatdan ham shunday. Hayot savdo uyidan ma'lum bir standartlardan o'tgan mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Bizda Hayot savdo uyida 3 xil turdagi mahsulotlar import, 4 xil turdagi mahsulotlar brend mahsulotlar, milliy mahsulotlar hisoblanadi. Biz Hayot savdo uyi rasmiy dilleri hisoblanamiz. Hayot savdo uyida o'zi 10 ming xildan ortiq elektrika, santexnika, kafel va malyar ishlari uchun mahsulotlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Hayot savdo uyini qulaylik tomoni, bizda har kuni ish kuni, dam olish kunlari yo'q. Bilasiz, qurilishda nimadir yetmay qoladi yoki nimadir ortib qoladi. Shunda ertalab soat 8:00 dan kechki soat 20:00 gacha do'konlarimiz ish faoliyatini olib boradi. Shu vaqt qadar siz istagan narsangizni kelib xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Rahmat Umar aka, endi ushbu qulayliklarni biz loyihamizda ham sinab ko'rmoqchimiz. Unda biz xaridlarni boshladik. Marhamat, qani ketdik.
seni ham simingga tegib-tegmay qoladi-da. Xonamizda ham simlari simiga tegib-tegmay qolmasligi uchun sifatli kabeldan foydalanamiz. Bunda bizga Uzkabel yordam beradi. Uzoq yillardan beri xalqimiz uylarini yorug', ko'ngillarini esa xotirjam bo'lishi uchun xizmat qilib kelayotgan Uzkabel mahsulotlari siz uchun O'zbekiston va Rossiya standartlariga javob beradigan 7 xildagi 100 turdan ortiq mahsulotlarni taklif etadi. Kuchli himoya qoplamasiga ega bo'lgan Uzkabelga ishonch bildirish bilan siz o'z uyingiz va ofisingizda xavfsiz va uzoq muddatli elektr kabellariga ega bo'lasiz. Nima qilyapsan? Hamma narsaga qiziqaverasanda, hozir tushuntirib beraman. Ertalab yuzingni yuvasan, undan keyin namlantiruvchi kremlaringni surasan. Men ham xuddi shu ishni qilyapman. Ya'ni hozir devorga gruntovka suraman, namlantirish uchun devorda. Undan keyin esa shpaklyovka suraman. Keyin shunda seni yuzingga o'xshab silliq yotadi shpaklyovka. Bunda esa Ventumning eng yaxshi mahsulotlaridan foydalanaman. Tushundingmi? Men yuzimga shpaklyovka qilmayman. Sen shuni o'rgan. Ta'mirlash uchun dastmoyani belga tugib, qaysi mahsulotni tanlashni bilmay chakka tushib turgan og'am, yaqinroq keling. Men sizga singillik qilay. Xafa bo'lmang-u, ish, tashvish deb qurilish va pardozlash sohasidagi trendlardan ancha orqada qolibsiz. Birov Ventum desa nima u deb odamni sharmanda qilmang. 70 dan ortiq keng assortimentdagi va Yevropa standartlariga javob beradigan mahsulotni qozoq bovurlar, qirg'iz bir tug'ardan tortib Tojikiston va turkmanistonlik do'stlarimizgacha bilsa-yu, o'zbek bo'lib milliy mahsulotimizni tanimasangiz, singil bo'lib men sizdan ozgina ranjiyman. Alabbay, sifat deysizmi? Siz bilgan ajnabiylar sifat borasida bizni Ventumga yeta olmay, kissalarida tinchlantiruvchi olib yurishibdi. Siz dastmoyani chamalamay bozorga jo'natavering. Juda sifatli degani har doim ham qimmat degani emas. Uyingizni Ventum bilan ta'mir qilgandan keyin maslahatgo'y singlingizni bir piyola choyga taklif qilgaysiz. Shogird, ustoz. qaysi suv quvurini ishlatyapsan? Ustoz, inson ikki narsa tanlashda adashmasligi lozim. Birinchisi chin do'st bo'lsa, ikkinchisi suv quvurlari. Vilsa kompaniyasi esa sizga abadiy do'stlik va sifatli quvurlarni taklif etadi. Tushundim. Hali ham tugatmasan. Tezlashtir. Xonadonimizda qizg'in ish jarayonlari borayotgan bir vaqtda O'zbekistondagi yirik brendlardan biri Imzo kompaniyasi xodimlari tashrif buyurishdi. Ayni damda ular romlarni o'lchovini olishadi. Men esa ularga bir ikkita savollar bilan yuzlanaman. Qani ketdik. Hozir aynan ushbu xonamiz uchun qaysi turdagi romni tavsiya qilasiz? Xo'p, nazokat, bu xonamizni razmeri standart bo'lgani uchun 6000 trio romlardan tavsiya qilamiz. Nima uchun aynan 6000 trio? 6000 trio profilimiz PVX mahsulot bo'lib, issiq sovuq shovqin ushlash xususiyati yuqori. Xohlasangiz, sizni Imzo fabrikamizga taklif qilaman. Batafsil ma'lumotni o'sha yerda beramiz. Rahmat kattakon, unda men sizni ishingizga xalaqit bermayman. Mana biz va'daga vafo qilib Imzo fabrikasiga tashrif buyurdik. Fabrika bilan bizni Shohruh aka tanishtirib o'tadilar. Assalomu alaykum Shohruh aka. Assalomu alaykum. Fabrikamizga xush kelibsizlar. Kirib kelishim bilan sezdim, Imzo fabrikasi juda katta oila ekan. Ha, aytganingizdek, fabrikamizda juda ko'p xodimlar, juda ko'p mutaxassislar o'zini kasbida mutaxassis vakillar ishlaydi.
Imzo fabrikasi barchamizga ma'lum juda katta brend hisoblanadi va aynan Imzo fabrikasi nimasi bilan qolgan raqobatdoshlaridan ajraladi? Birinchi navbatda avtomatlashtirilganligi, mahsulotlar o'z vaqtida ishlab chiqarilishligi va yuqori sifatda ishlab chiqarishligi. Mahsulotlarimizga biz mijozlar tomonidan tanlangan ranglarimiz shu yerning o'zida qoplanadi, ya'ni profillarni shu yerda laminatsiya yopishtiriladi. Barchamiz uyimizga romlar o'rnatamiz. Shu mahsulotni ishlab chiqarilish tartibi qanday bo'ladi? Bizda ishlab chiqarish tartibi Navoiy viloyatidan profillarimizni yetkazib berishadi bizga 6,5 metrli uzunlikda. Ularni yarim tayyor mahsulotni kerakli ranglarda, laminatsiyalarda qoplagandan so'ng avtomatlashtirilgan tizimda programma yuklanadi. Razmerlari berilgandan keyin arra, payka, cheska hamda furnitura sborkadan o'tadi. Bizda shunaqa gaplar. Siz ham brendingiz bilan ko'rsatuvda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizga ekranlaringizda ko'rsatilgan manzillarimiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ta'mir ishlarimiz o'z kulminatsiyasiga chiqar ekan, ko'rsatuvning birinchi soniga ajratilgan daqiqalar o'z adog'iga shoshmoqda. Shu bahonada bizning tinib tinchimas ustalarimiz ham biroz nafas rostlab, keyingi sonda sizlarga yaxshi kayfiyat ulashish uchun hozirlanishadi. Ikkinchi qismni o'tkazib yuborishni tavsiya qilmaymiz. Siz sevgan telekanalda, siz sevgan loyiha bilan yana diydorlashamiz. Ko'rishguncha.